hech qaysi samarasviti haqidagi kitob sizni hayotingizni qutqarmaydi agar uni siz mana shunaqa stopka qilib o'qib qo'ysangiz. Bu darajadagi kitoblarni sizga hech qaysi foyda bermaydi agar uni siz amalda qo'llamasangiz. Misol uchun, men shu kitobni chop etilgandan keyin 1 yil o'tib xarid qilganman. Hozirga kelib Atomniy privichka, ya'ni atom odatlari O'zbekistonda eng mashhur non-fiction qatoridan joy oldi. Kelinglar boshqalarni emas, o'zimning misolimda gapirsam, men bu kitobni o'qib rostdan ham odatlarim ko'paydimi yoki yomonlaridan qutuldimmi? Yo'q. Men bu kitobning qaysidir glavasi yaxshi esimda qolganmi? Yo'q. Lekin mendan biron kishi atom odatlarini o'qiganmisan deganda, "Da, men atom odatlarini o'qiganman, bu juda ham zo'r kitob" deyishni bilaman. Afsuski, bunaqa muammo hozir ko'pchilikda. Ya'ni bitta kitob mashhur bo'lgandan keyin uni o'qishga tushib ketishadi. Lekin ko'pchilik nima sababdan, nima foyda beradi degan savolni o'ziga bermaydi. Aslida kitob o'qishning ham eng katta foydasi shunda. Молодец, siz bitta kitob o'qidingiz va buni boshqalar qatoriga qo'yish kerak degani emas. Bu kitobni olib qo'llash kerak degani. Ana endi o'zingizga savol bering. Oxirgi o'qigan kitobingizdan nima tushuncha orttirdingiz? Bu savolga siz ravon, lo'nda javob bersangiz agar, sizda demak qanaqadir bilim bor. Afsuski, o'qigan kitobingiz hattoki nima haqidaligi esingizga kelmasa agar, bu o'sha sizda muammo bor degani. Menga obuna bo'lib qo'ying, chunki menda kitoblar, moda va stil haqida. Hammaga xayr.